Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Homiladan to'sadigan vasilalardan qachon foydalansa bo'ladi? Sahobiylar davrida ham ba'zi oilalar homiladorlikdan to'sadigan vasilalardan foydalanishgan. Bu narsa arab tilida al-azl degan narsa bo'lgan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam davrida ham bu narsa bo'lgan. Lekin ulamolar qachon homilani to'sadigan vasilalardan foydalanishlik mumkin emasligini bir necha holatlarga bo'lishadi. Birinchisi, agar homilador bo'lmaslik odat bo'lib, oilalarga hammasiga, ya'ni ommalashib ketayotgan bo'lsa, bu narsa joiz emas. Ya'ni bu narsa odatga kirib, hamma homiladon to'sadigan vasilalarga kirishib ketayotgan bo'lsa, bu narsa joiz emas. Chunki bu narsa ummatning kamayishligiga va Rasululloh sollallohu alayhi vasallam buyrug'iga qarshi chiqishlikka bo'ladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam farzand ayollarga uylanishlikka buyurib, farzandlarni, zurriyotlarni ko'paytirishlikka buyurgan bo'lsa-yu, bu ommatan hamma farzanddan to'sadigan amallarni qilayotgan bo'lsa, bu narsa joiz emas, bu narsa harom bo'lib qoladi. Ikkinchi holat, agar bir ayol homiladorlikdan to'sadigan bir vasilani qilib, agar tug'adigan bo'lsam, farzandlarimni qanday boqaman? Masalan, xotin farzandini boqishlikdan qo'rqib, faqirlikdan qo'rqib, rizqini yetkiza olmaslikdan qo'rqadigan bo'lsa, bu narsa ham harom, joiz emas. Chunki rizqni beruvchi yolg'iz Allohdir. Alloh taoloni qazo qadariga iymon keltirmaslik, bu Alloh taoloning rizqi kengligiga iymon keltirmaslik, bu rizq beruvchi Alloh ekanligiga iymon keltirmaslik masalalariga tegishli. Shuning uchun Alloh taolo xohlagan kishisiga, xohlagan narsaga hisobsiz rizqini berib qo'yadi. Balki Alloh taolo bandani yaratayotgan paytda 4 narsasi bilan, bu ruh kirgan paytda uni umriga, uni taqdiriga 4 narsa yozilgan bo'ladi. Bu 4 narsadan bittasi bu rizqi qachon, qayerda kelishligi yozilgan bo'ladi. Hech qaysi bir inson bu kishiga kelishligi kerak bo'lgan, bu bolakayga kelishligi kerak bo'lgan rizqini olib ham qo'ya olmaydi, oshiqchasini ham bera olmaydi. Har bir inson o'zini rizqi bilan tug'iladi. Shuning uchun bu faqirlikdan qo'rqib, kambag'allikdan qo'rqib turib, homiladorlikdan to'silishlik joiz emas. Yana bir holatlar, agar ayol kishi homilador bo'lishligi shu ayol kishining salomatligiga, hayotiga zarar bo'layotgan bo'lsa, xatar bo'layotgan bo'lsa, bu holatda homiladorlikdan to'silishlik joiz. Lekin bu narsa shunchaki ayol kishining gumoni bilan, agar homilador bo'lib qolsam qiynalib qolaman, kasal bo'lib qolishligi mumkin deb emas. Balki tabiblar aniq bularga tashxis qo'yadiki, mana bu ayol hozir homilador bo'lsa bo'lmaydi, kasal bo'ladi, zarar yetadi, hatto vafot qilib qolishligi mumkin degan bir tashxis qo'yadigan bo'lsa, mana bu holatda bu homiladorlikni to'sadigan vasilalardan foydalanishlik joiz bo'lib qoladi. Yana bir ko'rinishlardan, agar homiladorlikdan to'sadigan bir vasilani qilmoqchi bo'lsa, ya'ni bir aytaylikki, homiladorlikdan to'silishlik joiz bo'lgan bir holatda, agar mana shu vasila umuman hayotini oxirigacha homiladorlikdan to'sib qo'yadigan bir vasila bo'lsa, bunda bu narsani qilishlik joiz emas. Yoki ba'zi bir dorini ichadiki, bu dorini ichsa hayotini oxirigacha homilador bo'lmasligi mumkin. Bu holatda bu narsadan foydalanishlik joiz emas. Balki homiladorlikni to'sadigan vasila ham vaqtinchalik bo'lishligi kerak. Mana shu xatar ketgan paytda, zarar ketgan paytda yana homilador bo'lishligi mumkin bo'ladigan vasiladan foydalanishlik kerak. Ammo butunlayin farzand ko'rmaydigan bir vasila ishlatadigan bo'lsa, bu narsa ham joiz emas. Alloh taoloning ne'matiga noshukrlik qilgan bo'ladi. Demak, mana shu holatlarda ba'zilarda joiz, ba'zilarda joiz emas. Insonning holatiga qarab turib, shu homiladorlikdan to'sadigan vasilalardan foydalanmasligi har bir inson o'zini holatiga qarab, ahli ilmlardan so'rab, o'ziga joiz emasligini bilib oladi, vallohu a'lam. Lekin umumiy nasihat, islom ummati doimiy ravishda zurriyatini ko'paytirishlikka, islom ummatini, musulmonlarning adadini ko'paytirishlikka, ularga chiroyli tarbiya berib, ularni olimlardan, mujohidlardan, solih kishilardan qilishlikka inson doim harakat qilib va uylanishlikning o'zi aslida bir hikmatlaridan va sabablaridan biri ham bu zurriyot ko'paytirishlik bo'ladi. Shuning uchun bu aslida uylanishlikdan bo'lgan hikmatni teskarisini qilib farzandni kamaytirishlikka emas, balki zurriyotni ko'paytirishlikka harakat qilish kerak. Allohu a'lam.